Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda biz Konus batareykasini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizning kichkinagina detalli narsamiz bor kompyuterimizda. Bu odatda PC'larda bo'ladi. То есть PKlarda, nimaydi, keysli kompyuterlarda bo'ladi. То есть o'shanda mana bunaqa kichkinagina batareykalarimiz bo'ladi. Buni vazifasi nima? Konus batareykalarimizning vazifasi bu o'zi kichkinagina batareyka bo'ladi. Kompyuterga nimaga o'zi batareyka kerak degan savolga bu judayam katta rolni o'ynaydi. Даже kichkina batareyka bo'lgani bilan bu juda ham katta rolni o'ynab qo'yadi. Xo'sh, materinskiy plataga qotiriladi. Materinskiy platada kichkinagina joyni olib turadi. Bu где-то uncha katta volti ham bo'lmaydi. Oddiygina batareykacha bo'ladi. Даже pultlaridan ham kam bo'ladi volti. Shuni hisobiga. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Konus batareykalari nima vazifani bajaradi desalaring, bilsang agar o'sha materinskiy platamizda, то есть o'sha kompyuterimizda BIOS sistemasi o'rnatilgan bo'ladi va o'sha BIOS sistemasi umuman o'chib qolmasligi uchun yordam berib turadi. Bu ozginchagina tok berib turadi. Bilsanglar agar kompyuterlarni o'chirib qo'ysalaring, yil davomida yoqmasalaring ham, 2-3 yil ham yoqmasalaring ham vaqti to'g'ri turgan bo'ladi, sanasi, chislosi. Именно mana shu Konus batareykasi tufayli. То есть bu vaqtni hisoblab turaveradida, tok berib turadi. U BIOS tizimi avtomatik hisoblab, o'zi regulyovka qilib turadi. Konus batareykalari vazifasi shu. То есть bu kichkinagina volt beradi va BIOSni o'zini orqadagi direktni ko'rinmas ishlarini, u kompyuter o'chiq turganda ko'rinmas ishlarini qilib turish uchun mana shu Konus batareykalari tokdan oladi. Chunki keysli kompyuterlarimiz unaqa tokka ega emas. То есть ba'zida tok bo'ladi, tok bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Noutbuklarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Chunki noutbuklarda akkumulyator bor. Akkumulyatorda o'zi masalan zaryadka tugadi desa ham, ichida ba'zi zaryadkasi bo'ladi 10%mi, 20% bo'lsa ham. Chunki uni o'zini vaqtini hisoblab turish uchun. Ularda kompyuterlarda esa akkumulyator yo'q. Akkumulyator yo'qligi tufayli mana shunaqa Konus batareykalari bilan qilingan bo'ladi. Konus batareykalari ba'zida endi bu eski kompyuterlarda tizimida startda ham yordam berib turadi. То есть start knopkani bosganingizda butunlay tizimda tok yugurish uchun ozginchagina tok volti berib yuboradi. Ba'zida bunaqa kompyuterlar yonmay qolsa, Konus batareykalaridan bo'ladi deb o'ylaydi. Chunki Konus batareykasi o'tirib qolsa, kompyuter yonmay qolishi ham mumkin. Bu eski versiyalarda shunaqa edi. Hozirgi yangi versiyalarda Konus batareykalari ham bo'lmaydi. Hammasi materinskiy platani o'zida bo'lyapti. Konus batareykalasi shu vazifani bajaradi va shunaqa narsa. Hammaga rahmat.